Eshityapsizmi? Mana shu ovoz sizga tanishmi? Endi tizzangizga, belingizga quloq soling. Ertalab turganda, o'tirib turganda xuddi shu ovoz chiqyaptimi? Qarsillash, g'ichirlash, zinadan tushganda tizzadagi achishish, bularning barchasi ularga yordam kerakligi nishonasi. Bugun men sizga dabdabali tibbiy terminlarsiz, oddiy o'zbekona tilda suyak va bo'g'imlarimiz haqida siz umuman eshitmagan 5 ta eng dahshatli va foydali faktni aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 5-fakt hayotingizni butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Birinchi fakt: biz tizzamizni shunchaki suyak deb o'ylaymiz. Yo'q. Ikkita suyak bir-biriga urilib ketmasligi uchun ularning o'rtasida xuddi mashinaning amortizatoridek yumshoq silliq tog'a qatlami bo'ladi. Bilasizmi, yoshi 35 dan oshgan har ikki kishining bittasida shu amortizator yeyilishni boshlaydi. Buni tibbiyotda artroz deb ataymiz. Agar tizzangiz og'riyotgan bo'lsa, bilingki o'sha tayyor rezina yupqalashgan yoki suyak ishqalanib qonyapti. Suyakni qayta tiklash uchun unga dori emas, qurilish materiali berish kerak. Ikkinchi fakt: bel og'rig'i, osteoxondroz haqida. Ko'pchilik belimda grija bor deydi. Grija qayerdan kelib chiqadi? Umurtqalarimiz orasidagi disklar xuddi suvli yostiqchaga o'xshaydi. Biz kun bo'yi o'tirib ishlasak, og'ir yuk ko'tarsak yoki kam suv ichsak, ushbu disklar ichidagi suvni yo'qotib quriydi va yassi bo'lib qoladi. Keyin u asab tolalarini qisib qo'yadi. Belingiz simillab og'riyaptimi? Demak, diskingiz suvsizlanayotgan yoki bo'lmasam och qolayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi fakt sizni hayron qoldiradi. Suyagim baquvvat bo'lsin deb dorixonadan eng qimmat kalsiyni sotib olib ichasiz, to'g'rimi? Lekin katta xato qilasiz. Agar kalsiy organizmda to'g'ri yo'naltiruvchi yondoshlar, masalan, vitamin D3 va K2 bilan kirmasa, u suyakka bormaydi. Qon tomirlaringizda, buyraklaringizga borib o'tiradi-da, keyinchalik buyrakda tosh, qon tomirlarda esa tiqin, bilyashka hosil qiladi. Ya'ni suyakni davolayman deb buyrakni rasvo qilasiz. Kalsiy hamma vaqt to'g'ri kompleks bilan ichilishi shart. To'rtinchi fakt juda qiziq. Bizning hamma a'zolarimiz qon orqali oziqlanadi, to'g'rimi? Lekin bo'g'im ichidagi tog'ay qavat esa bitta ham qon tomir bilan ta'minlanmagan. Ular qon orqali oziqlana olmaydi. Ular faqatgina biz harakat qilganimizda bo'g'im ichidagi suyuqlik, ya'ni sinovial suyuqlik orqali xuddi gubka orqali so'rib oladi va oziqlanadi. Agar siz kam harakat qilsangiz yoki bo'g'im suyuqligi qurib qolgan bo'lsa, bo'g'imingiz ochlikdan o'la boshlaydi. Mana nima uchun harakat qilish kerak va bo'g'im suyuqligini ko'paytiradigan narsalarni iste'mol qilish kerak. 5-va eng achchiq fakt: tizzangiz yoki belingiz og'risa, darrov dorixonaga borib kuchli og'riqni qoldiruvchi dorilarni, ukollarni qabul qilasiz. Og'riq qoladi, xursand bo'lib yuraverasiz. Lekin dori nima qiladi? U muammoni davolamaydi. Shunchaki miyangizga boradigan og'riqni sezadigan reseptorlarni bloklab qo'yadi. Tizzangiz ichkarida yeyilaveradi, davom etadi yeyilishda. Siz esa og'riqni sezmay, uni battar zo'riqtiryapsiz. Buning ustiga yuqoridagi kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar oshqozoningizda yara chaqirtiradi. Bu davolash emas, bu o'z-o'zini aldash hisoblanadi. Xo'sh doktor, unda nima qilaylik? Tizzani qanday moylaymiz? Suyakni buyrakda tosh qilmay qanday baquvvat qilamiz deb so'rayapsizmi? To'g'rimi? Men travmatolog sifatida o'z bemorlarimga va yaqinlarimga tavsiya qiladigan yechim bu Guard kompleksi. Shunchaki bitta dori emas, bu bo'g'im va suyaklarni 4 tomondan himoya qiladigan butun bir professional tizim. Nega aynan Guard? Chunki uning ichida yuqoridagi 5 ta muammolarning hammasiga tabiiy javob bor. Birinchisi Guard Basvellia. Boya aytdim-ku, kimyoviy og'riq qoldiruvchilar oshqozonni teshadi deb. Mana shu Basvellia mutlaqo tabiiy daraxt guli ekstrakti bo'lib, oshqozonga zarar yetkazmasdan bo'g'imdagi yallig'lanish va shishni qaytaradi. Og'riqni ildizi bilan so'ndiradi. Ikkinchisi Guard kollagen. Bu o'sha biz aytgan tizzadagi yeyilgan rezinani, ya'ni tog'ayni joyiga keltiradigan qurilish materiali. Ichida kollagen, glukozamin, xondroitin bor. Bular nima qiladi? Bo'g'imning ichiga kirib, uning moyini ko'paytiradi, ishqalanishini kamaytiradi. Tizzangiz xuddi yog'langan zanjirdek silliq harakat qiladigan bo'ladi. Uchinchisi Guard multivitamin. Kalsiy buyrakda tosh bo'lmasligi uchun bu kompleksga kalsiy vitamin D3 va K2 birga qo'shilgan. K2 kalsiyni to'g'ridan-to'g'ri suyakka haydaydi, buyrakda esa toza saqlaydi. Suyaklaringiz g'ishtdek mustahkam bo'ladi. To'rtinchisi Guard shilajit. Bu esa sirtqi yordamchi. Tarkibida haqiqiy tog' mumyosi, shilajit va kamfora bor. Og'rigan joyga sursangiz, o'sha zahoti qon aylanishini tezlashtiradi,
sizga yengillik beradi. Azizlar, sog'liq bu Alloh tomonidan berilgan omonat. Mashinangiz zanglasa, yugurib eng qimmat moyni sotib olamiz-u. Nega o'z tizzamiz qirsillasa e'tibor bermaymiz? Ertaga yura olmay qolgandan ko'ra, bugun bo'g'imlarni ichkaridan sug'orish kerak. Agar siz ham haqiqiy sinalgan tabiiy yordam xohlasangiz, Guard kompleksini tavsiya qilaman. Mahsulotni originalni qayerdan buyurtma qilishni va batafsil ma'lumotni video ostidagi birinchi izohda kommentariyada qoldiraman. O'zingizni va ota-onangizni asrang. Sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda. Salomat bo'ling.